Nega ba'zilar ingliz tilini tez o'rganib, gapirishni boshlaydi? Ba'zilar bo'lsa yillab o'qisa ham sezilarli natija olmaydi. Shu odamlar maktabda ona tilini o'qiganda ingliz tilini ham tezroq o'rgangan bo'lardi. Mana sizlarga men bitta misol aytib beraman. Shu desanglar bir kuni o'quvchim darsda, Mr. Ike, mana bu yerda xato bor ekan. He speaks slowly deb yozib qo'yibdi. Aslida he speaks slow bo'lish kerak emasmidi deb qoldi. Shunda o'sha guruhdagi boshqa o'quvchim, bu xato emas. Slow bu sifat. Slowly esa ravish deb tushuntirib berdi. Keyin boyga o'quvchi o'zi ravish nima edi dedi. Shunda ikkinchi o'quvchim ravish nimaligini ham tushuntirib berdi. Oxir-oqibat ikkala o'quvchim ham mavzuni yaxshi tushunishdi, baxtli yakun bo'ldi. Shunaqa qilib bu voqeadan men o'zim uchun bitta xulosa chiqardim-da. Bir tildagi qonuniyatlarni tushungan, istalgan bir tilni qanday ishlashini biladigan odam boshqa yangi bir tilni o'rganishi ancha osonroq bo'ladi. Keyin boshqa darslarimda ham shu narsaga ahamiyat berishni boshladim. Haqiqatda shunaqa ekan. Ona tili fanini hech bo'lmasa o'rtacha darajada o'qigan o'quvchilar ingliz tili qonun-qoidalarini ham tez tushunib ketar ekan. Lekin buning uchun maktabdagi hamma ona tili kitoblarini qaytadan o'qib chiqish shart emas. Bu ikki tildagi eng muhim qoidalar hamda farqlarni bilib olsangiz yetadi. Menga 15 minut bering, men hammasini tushuntirib beraman. Shunda ingliz tili o'rganishingiz 2-3 baravarga tezlashadi. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Har safar boshlaytaman deb esimdan chiqadi. Videolarimizga like bossanglar, bu video boshqa ingliz tili o'rganmoqchi bo'lgan odamlarga ham yetib boradi. Va albatta ko'rishlar soni ham oshib ketadi. Agar kanalga obuna bo'lsanglar, kanalimiz ham o'sadi. Shunda, demak bunaqa videolarga talab ko'p ekan, odamlar kuzatishyapti ekan deb biz motivatsiya olamiz. Shuning uchun videoga like bosing, obuna bo'ling va fikrlaringizni albatta izohlarda kutamiz. Nimaga o'zbek tilini asosini tushunib olish yetarli? Chunki ingliz tilining tuzilishi, ayniqsa grammatik tomoni o'zbek tiliga qaraganda ancha soddaroq. Masalan, ingliz tilida ko'p joylarda fe'l o'zgarmaydi. O'zbekchadachi? Fe'lga qo'shiladigan qo'shimchalar juda ko'p. Masalan, ko'rmoq fe'lini olaylik. Ko'rgandim, ko'rdim, ko'ryapman, ko'raman, ko'rmoqchiman. Bu ham yetmaydi, shaxsga qarab yana o'zgaradi. U ko'radi, ular ko'rishadi. Biz ko'ramiz. Sen ko'ryapsan? Endi biz yoshligimizdan shu tilli ichida yurib, shu tilli ichida katta bo'lganimiz uchun bu narsa biz uchun oddiy, sodda tuyuladi. Lekin umuman bu tilni bilmaydigan odam o'rganishni boshlasiz, tasavvur qiling, qanaqa katta tizim bu. Endi qarang. Biz u bilan ko'radi deymiz. Ular bilan ko'rishadi deyish bilmaganingizda buni qanaqa o'rgangan bo'lardingiz? Qoidasi qanchalik murakkab bo'lardi. Ingliz tilida deyarli hammasiga fe'lni bitta shakli ishlatiladi. I see, you see, we see, they see. Endi to'g'ri, he, she, itdan keyin kelgan fe'lga biz s qo'shamiz xolos. Tamom. Agar buni bilib olsangiz, xatolaringiz avtomatik tarzda kam bo'ladi. I seen, he seen yesterday, we sees demaysiz. Chunki siz bilasiz, ingliz tilida o'zbek tilidan farqli ravishda asosiy fe'l o'zgarmaydi. Endi tizim boshqachada, gapning tuzilishi boshqachada. Agar har bir grammatika, har bir mavzuda shunaqa silliq o'rganib ketsangiz, qanchalik tez o'rgangan bo'lardingiz? Ikkinchi bo'lib bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa bu so'zlarning roli. Ya'ni, gap ichida qaysi narsa nima vazifada kelyapti. Bu maktabda qayta o'tiladigan mavzu, lekin ko'pchiligimiz nima keragi bor ekan endi buni deb o'tib ketamiz. Nazar pisand qilmaymiz. Misol uchun, har bir so'z o'z roliga ega. Ot kim nima degan savolga javob berardi? Esingizda bormi? Sifat o'sha ot qandayligini aytadi. Fe'l shu harakatni bildirsa, ravish o'sha harakatning qanday bajarilayotganligini tushuntiradi. Shunaqa oddiy bo'lib tuyuladi, lekin ingliz tilida gap tuzishda aynan shu narsalar sizga yordam beradi. Keling endi fe'lga to'xtalamiz. Bilasizmi, shu ingliz tilida fe'l, verb shu gap shu yuragida. U qayerda turadi, oldin nima keladi, undan keyin nima ketadi. Bularning hammasi so'z turkumlarini tushungan odam uchun aniq, tiniq shundoqqina ko'rinib turadi. Masalan, ingliz tilida gap tartibi juda oddiy. Ega, fe'l, qolganlari. Ya'ni to'ldiruvchi, vaqt, joy va hokazo. My friend works here. He lives in Tashkent. Ko'rasizmi, shunchaki Lego shuni yig'ib qo'ygandek. Bu narsani tushungan o'rganuvchi tarjimaga suyanmaydi. Gapni o'zbekchadan inglizchaga tarjima qilib o'tirmaydi. Balki ot qayerda, sifat qayerda va fe'l qayerda turadi degan mantiq asosida gaplarni joylashtirib ketaveradi. Natijada gap tuzish ham tezlashadi, so'z yodlash osonlashadi, eshitish mahorati esa yaxshilanadi.
Qisqasi, rollarni bilish ingliz tili grammatikasini yodlab olish uchun emas, gapni qanday qurishni ongli tushunish uchun kerak. O'zbek tilida rolni bilgan odam ingliz tilida ancha gaplarni tez payqab yig'ib oladi. Hech ahamiyat berganmiz, o'zbek tilida biz gaplarni egasini shunday tashab ketamiz, shunday ignore qilamizda. Boryapman, keldi, ketyapti deymiz. Gap kim haqidaligini biz shunday kontekst ichidan tushunib olamiz. O'rtoqlar ingliz tilida unaqa ishlamaydi, ega majburiy siz aytishingiz kerak, o'sha kim degan savolga javob berishingiz kerak gapirayotganingizda. Bu narsa meni o'quvchilarimdan juda ko'p bo'ladi. Hay baraka topkur. Subject qani deyman, bum bo'lib ketadi bir xil payt. Kuningiz haqida gapirib bering yoki bayram qalay bo'ldi desam, going to the store, ate dinner and went out. Okay, kim qildi shu ishlarni? Sizmi? Oilangizdagi boshqa odam qildimi? Men qay odam bilaman? Ayting gap egasini deyman. O'shandan keyin tushunib yetdim, o'quvchilar nima uchun gap egasini tashab ketadi? Chunki ular to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qiladi. O'zbek tilidan shunday yondashadi-da, o'zi gapirgan paytda shu yetmaydi-ku. Shu sababdan ingliz tilini ham tashab ketish mumkin. O'rtoqlar, bu to'g'ri emas. Bunaqa qilmang. O'zbek tilida shunaqa desiz, okay. Ingliz tilida subject doim bo'lishi shart. Masalan, siz akirlarni ayting, kelyaptilar demoqchisiz. Ha, kelyaptilar emasda, he is coming deysiz. Aytaylik, siz kaptar ko'rib qoldingiz. Saw a pigeon demaysiz. I saw a pigeon. Siz to'g'ri bo'ladi. Egali ham xuddi shunaqa. O'zbek tilida biz mening kitobim demaymiz, to'g'rimi? Odatda unaqa demaymiz-da, kitobim. Ha, shuni ruchkamni olib berib yubordingiz. Ana, meni ruchkamni olib berib yubor demaysiz-ku, to'g'rimi? Lekin ingliz tilida unaqa ishlamaydi. Ruchkamni olib berib yubor desiz, can you pass my pen deysiz. Yokida kitobimni ko'rdingmi, zo'rmi? Qara, desiz, did you see book demaysiz. Did you see my book deb my degan egalikni ko'rsatib keting. Hoppa. Shu narsani tushungan odam ingliz tilida gap tuzishi ishoning sezilarli darajada osonlashadi. Egani hurmatini joyiga qo'ygan holatda qo'yib qo'yadi. Undan keyin fe'l ishlatib, gapni tabiiy, to'g'ri tarzda tuza olish mumkin. Ya'ni o'zbek tilida bu narsani bilganingiz uchun ingliz tilida o'rganayotganingizda ozgina bu narsa sizga xalaqit berishi mumkin. Mana endi qizuv joyi kelyapmiz. Yaxshilab eshiting. O'zbek tilida bor va yo'qni ikki xil ma'nosi bor. Ikki xil ishlatilinadi ular. Birinchisi mavjudlikni bildiradi. Ya'ni qayerdadir nimadir borligi haqida ma'lumot berganingizda shunaqa deysiz. Masalan, stolda kitob bor. Ingliz tilida bo'lsa biz there is a book on the desk deymiz. Ikkinchisi bo'lsa bu egalikni bildiradi. Ya'ni kimdadir nimadir bor. Shu haqida gapirganingizda o'sha bor ma'nosini bildiradigan have dan foydalanasiz. Masalan, I have a book. Manda kitob bor. Men kitobga egalik qilaman. Men kitob meniki davom ma'nosi. Tushundingizmi? Endi o'zbekchada buni farqlash sizga umuman muammo bo'lmaydi. Chunki siz o'sha kontekstdan qarab bilib olasiz. Bor qaysi ma'noda kelayotganini. Ha, endi nima deysiz? Ingliz tilida bu borlar ikki xil konstruksiyada kelar ekanda. Agar sizda nimadir bo'lsa, I have derkansizda, qayerdadir nimadir bor bo'lsa, mavjud ma'nosida there is yoki there are derkansiz. Va bu albatta ingliz tilini endi boshlaganlar uchun chalg'ituvchi mavzu. Eng ko'p eshitadigan xatolardan bittasi bu in Uzbekistan has beautiful places. Tushunasiz? To'g'ridan to'g'ri tarjima bo'lyapti. In Uzbekistan, O'zbekistonda has beautiful places. Chiroyli joylar bor. Kezib qo'yasiz. Noto'g'ri bu. Siz aytishingiz mumkin. Uzbekistan has beautiful places. In yo'q yokida in Uzbekistan there are beautiful places. O'zbekistonda chiroyli joylar bor. Ikkalasini ham ma'nosi bir xil. Lekin gapni tuzilishi jihatdan ozgina farqlari bor. Ayni shu joyda ikkinchi variantni ishlatishni tavsiya qilaman, chunki qayerdadir nimadir borlik haqida gapirayotganingiz uchun there are ishlatish good choice. Yaxshi tanlov. Lekin birinchisi ham ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Mana ko'ryapsizmi, ba'zi paytlarda bitta tilda bilgan narsamiz ikkinchi tilni o'rganishga yordam bersa, support qilsa, ba'zi paytlarda xalaqit ham qilar ekanda. Shunaqa joyda biza shunaqani xitrlik qiladigan yo'llarni biz bilib olishimiz kerak. Chalg'itish mumkin bo'lgan, grammatik jihatdan o'xshashroq bo'lgan mavzularni iloji boricha yaxshiroq bir farqini ajratib olishimiz kerak. O'zbek tilida gaplarni bog'lash uchun biz tabiiy so'zlardan foydalanamiz. Chunki va, agar, ham va hokazo. Masalan, men kech qoldim, uzr, chunki avtobus kech kelgandi. Ingliz tilida ham xuddi shunaqa bog'lovchilar bor va ularning vazifasi ham
xuddi shunaqa. Ba'zilari qo'shimcha ma'lumot beradi, ba'zilari sababni ko'rsatadi, ba'zilari esa natijani ifodalaydi. Ulardan bir qanchasi bu because, and, so, therefore, soni sinonimi. O'zbek tili mana shunaqa bog'lovchilardan foydalanib, fikrini keng ifodalaydigan, gaplarni bir-biriga bog'lab, silliq ulab ketadigan odam, albatta ingliz tilida ham shunaqa complex sentencelar tuza oladi. Ya'ni murakkab gaplar tuzish uning uchun muammo bo'lmaydi. O'zbek tilida ham shunaqa gapirib yuribdi-da, ingliz tilida ham xuddi shu narsani ingliz tiliga qo'yadi, gapirib ketaveradi. Chunki ularning core meaningini tushunganda, ya'ni asosiy bir mag'zini tushunib yetgan. Nimadan keyin nima kelishi kerak, qanaqa gapirilishi kerak o'zi, o'zbek tilida qanaqadir bidir qiladigan odam bo'lsangiz, albatta ingliz tilida ham shunaqa bidir qilishingiz osonroq bo'ladi qolganlarga nisbatan. Lekin o'zbek tilingiz yaxshilab eshiting, ko'pchilik o'quvchilarga aytaman bu narsani. Speakingda 5.5 yoki 6 bo'lsa, o'zingizdan ingliz tiliga speakingizni 7.5, 8 kutmang. Iloji yo'q. O'zbek tilida oldin bidir qilasiz, ingliz tilidan keyin xuddi shu narsani ustida ishlaysiz. Endi gapirayotgan gapimiz isboti bilan bo'lish kerak-da. Men bir qancha gaplar tuzib beraman. Yaxshilab eshiting. I'm learning English because I want to travel and meet new people. Ko'rasizmi? Men ideya berdim. Ketidan bir sababini bildirdim va yana bitta qo'shimcha ma'lumot ham aytdim. Balki hozir aytadigan ma'lumotimni bilmaydiganlar bordir. Ingliz tilida sizlash yoki sansirab gapirish yo'q. Siz demoqchimisiz? Marhamat, you. San demoqchimisiz? You. Who are you? You. Kattalar yoki begonalar bilan sizlashib gaplashishim kerak degan xayol bo'lmaydi. Bir tomondan-chi o'zi shunisi ham yaxshi. Fokusingiz gapda bo'ladi. Psixologik tomondan ham ancha bir yengil tortasiz. Agar siz shu videoni shu joygacha, shu nuqtasigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak, ingliz tilini haqiqatda o'rganmoqchisiz. Va albatta bu tilni o'rganishingiz kerakligini ham aniq-tiniq bilasiz. Shuning uchun ham mana oldingizda turgan resurslardan foydalanyapsiz. To'g'rimi? Aynan shu video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, Inglify'ning 6 oylik kurslarini sotib oladigan bo'lsangiz, 1 oy bonus sifatida beriladi. 12 oylik kursini oladigan bo'lsangiz, 2 oy shundoqqinaga beriladi. Tasavvur qilyapsizmi, bu ingliz tilini 0 dan IELTS darajasigacha o'rganishingizga bemalol yetadi. Kursimiz o'zi qanaqa? Nima imkoniyatlari bor? Narxi qancha deydigan bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali o'tib tanishib chiqing, xo'pmi? O'rtoqlar, eslatib o'taman, bonus faqatgina shu video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangizgina ishlaydi. Agar havolani topa olmayotgan bo'lsangiz, ko'proq degan yozuvga bosishingiz kerak. Rus tilida еще, ingliz tilida more degan yozuv bo'lishi kerak. Shunga bossangiz to'liq tavsif chiqib keladi. O'sha yerdagi havolaga bosasiz. Biz o'zbek tilini ot, sifat, son, fe'l deb o'rganmaganmiz-ku. Ingliz tilidan shunaqa o'rganaversak bo'lmaydimi? deb aytishingiz mumkin. Bo'ladi. Shu kerakmidi? Bu videodan olinadigan xulosa o'zbek tili grammatikasini chuqur o'rganib, qoidalarni yodlab olishingiz kerak degan emas. Shunchaki o'zbek tilida gapirayotganingizda gap qanaqa tuzilayotganiga e'tibor bering. Masalan, murakkab gap tuzganingizda, ya'ni uzun gapirganingizda chunki, lekin, va kabi bog'lovchilardan foydalanasiz-ku. O'sha narsalarga mutlaqo e'tibor bering. Keyin bu narsalarni boshqa tilda uchratganingizda tushunib ketishingiz va ularni ishlata olishingiz ancha oson bo'ladi. O'rtacha tezlik 1 bo'lsa, buni bilganingizdan keyin 2x ga tezlashib ketmasligi mumkin. Mayli. Lekin kamida bu 1.25 ga tezlashadi. Ingliz tilini tez o'rganganlar ham qoidalarni yodlagani uchun emas, balki o'zbek tilini qanday ishlashini ongli bilganlar uchun tez o'rganishadi. Agar hech narsani tushunmadim, men tinchgina shu gaplashib o'rgana qolay desangiz, mana videoga bosing. O'sha yerda sizga kerakli yo'lni to'liq tushuntirib, sizga kerakli hamma narsani berganmiz. Bosing. Bosing. Bosing, hay.